Sato'g'in keldi Almataga. Men buni qancha yaxshi ko'rishim bilmaydi-da bu. Eng yaqin jigarlarimdan biri. Hoji! Assalomu alaykum. Keling, tinchmisiz? Charchamasdan. Keling. Mike Tyson! Jigarim bo'lmasa, Yaqa kela. Jigarim. Krasavchi, yetib keldimi? Vay, yetib keldimi? yaxshimisan? Endi yoramizmi? Nasib. Nasib so'raman. Cho'tkiymi? Nasib. Severmi? Krasavchi. Erta bayroq ko'tarib ketamiz o'g'lim bilan. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Kelib. Bilasizlarmi? Birinchi aeroport oldida meni kutgan chiqqanim. O'shanda sochim bor edi. Hozir o'zgarishmagan soch o'g'lim. Qayerga qotishdi? Hali o'sha so'kilib bo'lmaydi. O'dayda. To'g'risi nima desam bo'lar ekan. Nasib bo'lsa inshaalloh ertaga g'alaba qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham to'g'risi oxiri qonim qolguncha kurashib nasib bo'lsa inshaalloh g'alaba uchun kelganman. Sato'ga kelganda xursandmisan? Sato'ga kelganda xursandman. Juda ham motivatsiya berdi do'stim. Chimada ishda radarga tushganim bilmaydi aka. Galalarni ishlar ketolaymiz Xudo inshaalloh. xolasa inshaalloh. Nasib. Yutgan bo'ldi Xudo xolasa jigar. Nasib inshaalloh. Inshaalloh O'zbekiston duo qilib turinglar, duoda gap ko'p. Bosingizlar akalar, patishkani bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Eng qizig'i mana buni qaranglar. Habib Jo'jotdi. Masalamichi. So'sab ketganmisan deydilar. Suv kabi bu, suv kabi. Suka. Krasavchik. Sen endi xulisan, biz hozir ozgina bu bilan endi Almataga kelib gulat qilamiz ozgina. Xudo xolasa. Bu bola ham Sato'ga bu bola ham o'shada. Xudo xolasa 30-may kuni komanda bitta choyxonadagi stol nima pardashga qilamiz bilan Xudo xolasa inshaalloh. Sen uchun kerak. Forma qichiq-ku. Ishib ketgan. Oktagonda bittada bu forma. Keyin ozg'in edi, hozir tarozdan o'tib tiqyapti endi. Yetaman. Xudo xolasa o'qira inshaalloh. Xudo xolasa. Xullas Sato'ga keldi, ertaga portlatib tashlaymiz Almatani. Uyda o'tmaydi o'qani, tanaga. Uyda o'tmaydi, nasib etsa yirtamiz, ayiramiz. Cho'miz joy darachasiga. O'sha gap